Norvegiyada bir ajoyib voqea bo'ldi. Bu voqeaning ajoyibligi shundaki, bir fuqaro, bir odam o'g'rilik sodir qildi-da, qo'lga tushdi. Politsiya uni sudga olib bordi. Sudga olib borganda, uni o'g'irlik qilgani isbotlandi-da va unga 1 yil qamoq jazosi berishdi. Va eng qiziq joyi, qamoqlarni, turmalarni birortasida joy bo'lmaganligi sababli, endi joylar chegaralangan bo'lmaganligi sababli siz paka uyingizga boring. Qamoqxonada kimdir muddati tugab chiqib ozodlikka chiqsa, o'rniga borib siz o'tirasiz deyishdi. U uyiga borib bemalol har doimgi ishlarini qilib yuraverdi, lekin jinoyatchi, o'g'irlik qilgan. Vaqt soati kelganda telefon qilishdi. Borib, bu ham qamoqxonaning tugmasini shundoq bosib, akalar, men shunaqa o'g'irlik qilib qamalgan odamman, lekin qamoqxonada joy yo'q edi. Mana endi joy bo'shabdi. Men keldim, dedi. Oting kim dedi? Otim shu, familiyangchi, shunaqa. Bo'ldi. Seni joyingni biz tayyorlab qo'yganmiz. Kir. Mana shu yerga kirib, endi 1 yil jazoingni o'taysan. Deb turib, keyin olib kirib ketishdi. Vijdonli jinoyatchi mana. Bir joylarga qochib ham ketmadi. Yo yana qaytib jinoyat ham qilmadi. Shu uyida kutib yurdi va qachon turmada joy bo'shasa boraman deb turib, o'zi bordi, qo'lini qayrab ham olib ketishmadi. O'zi avtobusda borib, qamoqxonaning eshigini taqillatdi.